Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadam o'tgan zamonda er-xotin, ularning qizaloqlari va kichik o'g'illari birga yashagan ekan. Qizalog'im debdi oyisi. Biz ishga borib kelaylik. Sen ukangga qarab o'tirgan, aqlli qiz bo'lib uydan chiqmay o'tirsang, biz qaytishda senga chiroyli ro'mol olib kelamiz debdi. Ota-onalari ketishibdi. Biroz vaqt o'tgach, onasining gapi qizchaning esidan chiqib, ukasini deraza tagidagi o'tloqqa o'tkazib qo'yib, dugonalari bilan o'ynagani ko'chaga chiqib ketibdi. O'yinga berilib ketib, ukasi yodidan ko'tarilibdi. Shu payt osmondan g'ozlar, oqqushlar kelishib, bolakayini olib, qanotlari tepasiga chiqarib olib uchib ketishibdi. Qizcha qaytib kelib ne ko'z bilan qarasaki, ukasi o'tirgan joyida yo'q. Dod solib, baqirib ukasini chaqira boshlabdi. U yoq bu yoqqa yugurib, yaylovga chiqib qarasa, uzoqdan g'ozlar, oqqushlar ko'rinishibdi. Ular quyuq o'rmonga qarab uchib ketishibdi. Ularni ortidan astoydil yugurib, quvlab ketibdi. Yugura tandircha yonidan chiqibdi. Tandircha, ayta qol, g'ozlar qaysi tomonga uchib ketishdi, debdi qizcha. Somsalarimdan yeb ko'rsang aytaman, debdi tandircha. Qornim to'q, deb javob beribdi qizcha. Yana yugurib ketibdi. Yo'lidan olma daraxti chiqib qolibdi. Olmajon, ayta qolgan, g'ozlar qayerga uchib ketishdi, debdi qizcha. Olmamdan yeb ko'rgin, aytaman, deb javob qilibdi daraxt. Albatta, axir nordon-ku, deb yana yugurishda davom etibdi qizcha. Yaxshiyamki yo'lda quyoncha chiqib qolib, qizchaga g'ozlar qaysi tomonga uchib ketishganini ko'rsatibdi. Bo'lmasam shu ketishda yana qancha yugurardi. O'rmonning ichkarisida bir uychaga duch kelibdi. Tovuqning oyoqlaridek oyoqlari bor edi uychaning. Uychada yalmog'iz kampir ip yigirib o'tirardi. Bolakay esa eshakda o'tirib, oltin olmachalarni o'ynab o'tirardi. Qizaloq uychaga kiribdi. "Salom buvijon", debdi. "Salom qizaloq", debdi kampir. "Nega kelding bu yerga?" deb undan so'rabdi. "O'rmonda adashib qoldim, isingani kirgandim bu yerga", debdi qizcha. "Hozir mana shu yerga o'tirib ip yigirib tur, men hammomni isitib kelay." Shunday deb yalmog'iz kampir kalavani qizaloqqa beribdi-da, o'zi chiqib ketibdi. Qizaloq ip yigirib o'tirgan ekan. Shu payt pechka ostidan bir sichqoncha chiqibdi va debdi: "Hoy qizaloq, menga bo'tqadan ozgina bergin, men senga yordam beraman", debdi. Qizaloq unga bo'tqadan beribdi. Shunda sichqon yana so'zlabdi: "Hozir u hammomni isitgani ketdi. Seni yaxshilab yuvintirib, cho'miltirib, keyin qozonga solib pishirib yemoqchi." Qizcha qo'rqib ketganidan qo'lidagi kalavani otib yuboribdi va ukasini olib uychadan otilib qochib chiqib ketibdi. Yalmog'iz kampir hammomni isitib qizchani olib ketish uchun kirsa, uychada hech kim yo'q ekan. Jahli chiqib baqiribdi: "G'ozlar, oqqushlar, tezda quving, uching, qizcha ukasini olib qochibdi." Qizcha ukasi bilan yugurishyapti. G'ozlar esa yetib olay deyapti. Shunda yo'ldan haligi olma daraxti chiqibdi. "Olmajon, iltimos bizni berkit", debdi qizcha. "Olmamdan yenglar, shunda sizlarga yordam beraman", debdi daraxt. Qizcha tezda olmani yeya boshlabdi va rahmat aytibdi. Olma daraxti shoxlarini pastlatib, opa-ukani berkitdi. G'ozlar ularni ko'rmay shundoqqina yonginalaridan uchib ketibdi. Qizcha yana yugurib ketibdi. Tandirchani oldiga yetibdi. "Tandirjon, iltimos bizni berkit", debdi. "Mening pishib ketgan somsalarimdan yesang yordam beraman", debdi tandir. Qizaloq somsani yegan ekan, tandircha ularni berkitibdi. G'ozlar, oqqushlar tandircha ustida u yoqdan bu yoqqa qichqirib uchishibdi. Majbur yalmog'iz kampirning uychasiga hech vaqosiz qaytib ketishibdi. Qizcha tandirchaga rahmat aytib, ukasi bilan uylariga yugurib ketishibdi. Borishgach, ota-onalari ham qaytishibdi. Ko'p sovg'alar olib kelishibdi. Qizaloq endi onasining gapidan hech qachon chiqmaydigan bo'libdi. Shunday qilib ertagimiz yaxshilik bilan tamom bo'libdi. Ko'rishguncha bolalar, xayr.